Mana bu qurilmamiz UZIP deb nomlangan qisqacha устройство защиты от импульсных перенапряжений degan qurilma bo'lib, bu qurilmamiz liniyaga to'satdan tushib qolgan chaqmoq bo'ladimi, tepada bu zamykание bo'lib, past kuchlanish tarafga qanaqadir yuqori kuchlanish vibrosi bo'lgan holatda bu qurilmamiz shu yuqori qisqa muddatli yuqori kuchlanishdagi impulslarni so'ndirib turish qurilmasi bo'lib, sizning uyingizga o'sha yuqori kuchlanishni ma'lum bir chegaraga, bularning ham har xil turlari bo'ladi. Bu UZIP 275 voltdan yuqori bo'lgan kuchlanishni o'tkazmaydi. 400 voltli, 270 voltli, 260 voltli, hattoki 24-12 voltli UZIP qurilmalari ham o'zi tabiatda mavjud bo'lib, bizani ehtiyojlar uchun 275-260 voltgacha bo'lgan UZIP qurilmalari qo'llaniladi. Bu qurilmamiz afzallik taraflari shundaki, juda qisqa muddatli yuqori kuchlanish impulslarini ham bu qurilmamiz sezib, uyingizga o'sha yuqori kuchlanishni kirgizmay to'sqin qilib turadi. Buni afzallik taraflari relay напряжение ko'rmaydigan darajadagi qisqa muddatda ham buni ishlash tezligidir. Ba'zi bir sezgir elektron qurilmalar, meditsinskiy оборудованиялар qurilmalarimiz juda elektr tokiga sezgir bo'lib, mana shu qisqa muddatli boshqa qurilmalar, televizorlar, boshqa lampochkalar даже sezmaydigan narsalarni meditsinskiy qurilmalarimiz sezib, shu qisqa muddatli impuls tokini hisobiga ham ishdan chiqib qolish ehtimoli bor. Shuning uchun shunaqa nozik joylarga biz mana shunday UZIP qurilmalarni qo'yib ketamiz. Lekin bu qurilmani oddiy xonadonga ham qo'yishi hech qanaqa ziyoni yo'q. Buni narxi unaqa qimmat ham emas. Ishdan chiqib qolsa ham bularni mana bunday chiqarib olib, bemalol almashtirish imkoniyati ham bor. Agar bu qurilmamiz ishdan chiqib qolsa, mana bu yerda yashil oynachasi bor. Mana shu qurilmamizdan ishdan chiqib qolishidan nima dalolat beradi? Mana shu oynasiga qarab turib, mana bu yashil shtorkamizni qizil rangga aylanib qoladi. Bilingki, qizil rang bo'lib qolsa, shu qurilmangiz ishdan chiqqanini va shuni almashtirish kerakligini bildiradi. Elektrikaga oid yana qandaydir savolinglar bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Biz albatta shu haqida video olishga harakat qilamiz.